7 mart günü Merkezi İstanbul'daki Uyghur İlim Ma'rifat Vakfısı ismini aşkarlaşını kalmaydigan bir cemiyet bilen hemkarlaşıp, İstanbul'un Selim Paşa rayonunda Uyghur mahallesi kuruluşu üçün setüvelinigan ziminde içiliş murasimi ötküzdi. İgelinişçe, İstanbul'un Selim Paşa rayonuga deslepki qadamda 64 öyünü öz içige algan aile qurusu selindigan bulup, keyinki planda texmi kengaytilib köpligen Uyg'urlarning o'ltiraqlışı üçün shart-sharoit yaratildiganligi ilgari surildi. Murasimda Uyg'ur Ilim Ma'rifat Vakfısining raisi Abdug'ani Qutbi so'z qilib, Selim Paşa rayonining İstanbul shahriga yaqin va munosib rayon ekanligini belgilab, bu joyda mahalla qurishga kirishganligini bildirdi. Bu işimiz kademleri bugün süzgesi başlıyor. Uyghur İlim Ma'rifat Vakfı'nın kademleri bundan 25 yıl ilgili yapılgan edi. Hazır bugün günde 20 yıldan keyin bütün asliyelerden bir mektubumuz, 40 yürüyüş üyemiz, 40'tan artık yıllık üyemiz bu vakfımıza ait oldu. Bununla bizim beraber yapılan varlık kayındaşlarımızın ki maddi manevi yardımlardan ayrı karıştırmaydı. Bu vesileyle uzak yollarda giden uzmanlarımızla çiğdem rahmet etme. İçiliş murasimida Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlari Birligi raisi Hidoyatullo O'g'uzxon so'z qilib, Sharq Turkiston xalqining dini, tili, milliy urf-odatlarining muhojiratdagi hayotda saqlanib qolishi va da'voning davomlashi uchun bir yerga to'plashib o'ltiraqlishining muhim ekanligini ta'kidladi. Xalqimizningki bo'libmi uy masalasidagi qiyinchiliklarni hal qilish nuqtasidan bo'lsin. Xalqimizning yuqorida deyilgandek milliy mavjudiyati, vatanimizda bo'lgan Uyg'ur jamoatchiligi jamiyatining shakllanib qolishi, saqlanib qolishi, urf-odat va tilimizning saqlanib qolishi nuqtasidan yangi mahallilashishning ahamiyati albatta bor. Ichilish murosimida yana Dunyo Uyg'ur Qurultoyi Vakfi raisi Abdurashid Abdulhamid apandi so'z qilib, Selim Paşa'da Uyg'ur mahallasi qurilishining Uyg'ur xalqi uchun xayrlik bo'lishiga tilakdosh ekanligini bildirdi. Bu program hakikaten Uyg'urlarninki kelgusida o'zini saqlab qoldigan va aslida bulab ketmay, Sharqiy Turkistonni har vaqt eslab turadigan o'zining shu vatanni qutqizishdan iborat bu ulug'vor g'oyasini amalga oshirishninki tuxumlarini, urug'larini saldigan va inson yetishtiradigan muhim bir bo'lib qolish umidi bilan bu programni gerçekleştirgan va bunga yordamchi bo'lgan bütün qarindoshlarimizga ko'p rahmat aytaman. Murasimda yana Uyg'ur o'smirlar sahnaga chiqib, she'r deklamatsiya qildi va Uyg'urlarning beshiga kelayotgan fojialar va ozodlikqa erishishi ifodalangan naqshini o'qib, yig'in ahlining qizg'in olqishiga erishdi. Ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur Ilim Ma'rifat Vakfısining muavin raisi shundoqla Selim Paşa'daki Uyg'ur o'quv maktabining mudiri Habibullah Kusani bu maktabni ichish va Uyg'ur mahallasi qurishning ahamiyati to'g'risida to'xtaldi. Biz bu Selim Paşa'ga 2014 6 ayning 20 chiqqan 3 oyla. Selim Paşa'ning o'zidan 5000 metr yani 850 ming dollarga setib olib, bu yerga 2 bino qildik. Bir qizlar binosi, bir o'g'illar binosi. 800 o'quvchi yetib o'qiy oladi. Sinflar va yotoqlar va ashxonlar va futbol maydonlari va hozir bir 200 ga yaqin o'quvchimiz, 180-200 ga yaqin o'quvchimiz va yasli, boshlang'ich, tuluqsiz, tuluqlik. Balalarimiz ataxshimi ana tili, Qur'on, qo'shimcha diniy dars o'qish, shu fanniy maktabdagi darslarni takrorlab turamiz. Kunduzi fanniy maktabga kirib o'qiydi. Selim Paşa'da hozir 100 oila bor. Biz maktabimizni shu 2015 6-oyning 2-si boshlab 2017 bitgan, qurilish bitgan. Aynı vaqtda biz bu yerga Uyg'ur mahallasi qursak deb bir 40 oilalik bir bino sog'andik. Hozir u binoda 40 necha oila o'ltirdi. Yeni Uyg'ur binosi, Uyg'ur binoda 20 necha oila o'ltirdi. Shunday qilib Selim Paşa'da hozir 100 yaqin oila bor. Habibullah Kusani apandi bu qatam ma'lum bir jamiyat bilan hamkorlashib 6000 kvadrat metrlik zamin setib olganligini va ul selish, ichilish murosimi o'tkazganligini ta'kidladi. Ana yangi qurilishimiz 96 oilalik selindi. Bir vaqt bilan hamkorlashib qilyapmiz bu ishlarni. İnşallah bu bir mushu yilning ichida bitkazishga niyat qilyapmiz. Alloh nasib qilsa mushu yilning ichida bitadi. Bu programmani İstanbuldan Arslan Taş tayyorladi. Kanalimizga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. Qarindoshlarimizning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqishi, hammadan Allah razı olsun.